Suv jo'mrakdan qanday keladi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu suv ta'minoti korxonasining doimiy katta mehnati, tun-u kun to'xtamagan ish va mas'uliyatli xizmat natijasi. Maqsad faqat bitta: iste'molchilarga barqaror toza ichimlik suvi yetkazish. Keling, Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining yil davomidagi faoliyatiga nazar tashlaymiz. Shunday bir shirin toza suv bilan ta'minlandik. Ertaga kech birday suv kelib turibdi. Rahmat hammalaringizga. Suv bilan to'liq ta'minlangan, suv oqimi 24 soat uzluksiz kelib turadi. Kattadan katta rahmat aytamiz. Qolgan vaqtimizda suv bor. Xudoga shukr. Prezidentimizga rahmat. Yil davomida viloyatimizda ichimlik va ovqat suv ta'minotini yaxshilash masalasi doimiy e'tibor markazida bo'ldi. Yil boshida ishlar reja asosida, ya'ni mavsumiy xususiyatlarni inobatga olgan holda tashkil etildi. Hukumatimiz, davlat rahbarimizning shaxsan tashabbuslariga ko'ra sohaga bergan e'tiborlar natijasida viloyatimizning qamrov darajasi 2017-yildagi 53% dan 85,7% ga oshirishga erishildi. Ushbu qamrov darajasini yanada oshirish, viloyatimizdagi ichimlik suv tarmoqlari yetib bormagan hududlarimizni ham qo'shimcha qamrab olish maqsadida joriy yilgi investitsiya dasturi doirasida Xatirchi tumanidagi markazlashgan ichimlik suv bilan umuman ta'minlanmagan Tinchlik va Bog'chagalon mahallalari, Navbahor tumanidagi Qiziloy mahallalarida yashovchi aholini ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 90 kilometrdan ortiq yangi ichimlik suv tarmoqlari tortildi hamda bir dona suv inshootida qurilish ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Buning natijasida 3 ta mahalladagi qariyb 10 mingdan ortiq aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suviga ega bo'ldi. Markazlashgan ichimlik suv qamrov darajasini oshirish bilan bir qatorda mavjud suv ta'minoti holatini ham tubdan yaxshilash masalasi bor. Albatta, shularni inobatga olib, jamiyatimizning shahar tuman bo'limlari tomonidan yil boshida xatlov ishlari amalga oshirildi. Ushbu xatlov ishlari natijasida hududlarda aniqlangan ta'mirtalab, mana eskirgan holatdagi 15 kilometrdan ortiq ichimlik suv tarmoqlari hamda 100 dan ortiq nazorat uskunalari joriy va mukammal ta'mirlash ishlari reja dasturi tasdiqlangan bo'lib, ushbu dasturga muvofiq bugungi kunda ishlar to'liq amalga oshirildi. Buning natijasida hududlardagi 50 mingdan ortiq iste'molchilarimizning mavjud suv ta'minoti yaxshilanib, suv ta'minoti uzluksizligi ta'minlandi. Ushbu iste'molchilarimizga ko'rsatilayotgan ichimlik va ovqat suv xizmatlarining sifati hamda barqarorligini ta'minlash uchun albatta korxonaning moddiy texnika bazasi yaxshi bo'lishi kerak. Shuni inobatga olib, jamiyatimiz tomonidan joriy yilning o'zida 30 dan ortiq maxsus texnikalar xarid qilindi, yangi texnikalar xarid qilinib, hududiy bo'limlarimizga foydalanish uchun topshirildi. Umuman olganda 2025-yilda Navoiy viloyatida ichimlik va ovqat suv ta'minoti sohasida olib borilgan mavsumiy tayyorgarlik, modernizatsiya va samarali boshqaruv uyg'unligida tashkil etildi. Bu esa o'z navbatida aholiga sifatli xizmat ko'rsatishiga albatta xizmat qildi. Kelgusida ham ushbu yo'nalishdagi ishlarimiz tizimli ravishda davom ettiriladi. 2026-yilda ham bir qator ishlarni reja qilganmiz. Misol uchun Qiziltepa tuman markazida ilk bor markazlashgan oqsuv suv tizimlari barpo etiladi. Bundan tashqari Konimeh tuman Sho'rko'l mahallasidagi 5 ta qishloqlarimiz markazlashgan ichimlik suv bilan ilk bor ta'minlanishi rejalashtirilgan. Bu bo'yicha albatta tegishli qarorlarga muvofiq barcha zaruriy chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.